Birgina yolg'on yetarli bo'ladi. Butun haqiqatni shubha ostiga olish uchun. Chunki yolg'on aytilgan payt buziladigan narsa voqea emas, ishonchdir. Ishonch esa singan oynaga o'xshaydi. Uni yana joyiga qo'ysa bo'ladi, ammo u endi hech qachon avvalgidek tiniq bo'lmaydi. Shundan keyin eng rost so'z ham kechikib keladi. Eng samimiy izoh ham o'zini oqlashga majbur bo'ladi. Inson gapirayotganida emas, gapirganidan keyin ishonilmaydi. Yolg'on bir lahza davom etadi, ammo uning oqibati yillar yashaydi. U har bir haqiqatning soyasiga aylanadi. Har bir so'z ortidan balki bu ham yolg'ondir degan savol ergashib yuradi. Eng og'iri ishonishni istab ham ishonmaslik. Yurak qarshilik qilmaydi, ammo xotira ruxsat bermaydi. Chunki xotira yolg'onni unutmaydi, u faqat sukutga ko'madi. Shuning uchun yolg'on aytishdan oldin o'ylang. Siz bir so'zni emas, bir insonning butun haqiqatini shubhali qilib qo'yishingiz mumkin.